Kunlar isigan sari suv ta'minotiga va ayniqsa ichimlik suviga bo'lgan ehtiyoj yanada ortadi. Shuningdek, suvni tejash, undan samarali foydalanish va to'lovlarni to'lashni kechiktirish holatlari ham uchrab turadi, afsuski. Ichimlik suvdan bo'lgan qarzdorliklarni o'z vaqtida to'lash suvni o'z vaqtida va samarali, sifatli yetkazilishga xizmat qiladi. Hozirda vohamiz bo'ylab Qashqadaryo suv ta'minoti aksiyadorlik jamiyati tomonidan aholi, yuridik shaxslar va korxonalarda ichimlik suvi ta'minoti bo'yicha o'rganishlar olib borilmoqda. Shuningdek, Majburiy ijro byurosi organlari jamiyatga ichimlik suvdan bo'lgan debitor qarzdorliklarni undirishga yaqindan yordam berib kelmoqda. Raqamlarga nazar soladigan bo'lsak, byuroning viloyat boshqarmasi organlari ish yurituvidagi 1139 ta 4 milliard 925 million so'mlik ijro hujjatlaridan 672 ta 2 milliard 72 million so'mligi tamomlandi. Ijro harakatlari davomida 219 ta ijro hujjatlari yuzasidan fuqarolarning 2 milliard so'mlik qarzdorligini ish haqlaridan ushlab qolish yuzasidan ish joylariga talabnomalar yuborildi. Shuningdek, joriy yilning 17-mart kunida boshlangan qo'shma tadbirlar davomida Qashqadaryo viloyatida jami 30.095 ta jismoniy va yuridik shaxslardan 4.7 milliard so'mlik qarzdorliklar undirildi. 7.300 nafar qarzdorlarga 10 milliard so'mlik ogohlantirish xatlari tarqatilib, 9.972 ta abonent qayta xatlovdan o'tkazildi. Undiruvlar jarayonida 257 ta, shundan 215 ta jismoniy va 42 ta yuridik shaxslar 38 milliard so'mlik qarzdorlik evaziga ichimlik suvi tarmog'idan uzildi. Bundan tashqari 598 ta noreal qarzdorliklar aniqlanib, fuqarolarga huquqiy tushuntirishlar berildi. Tadbir davomida hamkor tashkilot vakillari tomonidan borilgan dastlabki manzil 4 million 830 ming so'm qarzini to'lamaganligi uchun joriy yilning 15-yanvar kuni tarmoqdan uzilgan bo'lsa-da, haligacha qarzdorlikni bartaraf etmagan fuqaro Ahmedov xonadoni bo'ldi. Byuroning Qarshi shahar bo'limi davlat ijrochisining Ahmedovga ta'minotchi korxona tomonidan fuqaro qarzdor sifatida sudga berilganidan so'ng olib boriladigan ijro harakatlari va ko'riladigan qonuniy choralar haqidagi huquqiy tushuntirishidan so'ng qarzdorlik bartaraf etildi. Byuroning Qarshi shahar bo'limi ish yurituvida qarzdor Yo'ldoshevdan yillar davomida to'lanmagan 6 million 238 ming qarzdorlikni undirish to'g'risidagi ijro hujjati mavjud. Qarzdorning yashash xonadoniga xodimlar ishtirokida kelinganda, xonadon egasi uyda bo'la turib, 1 soatdan oshsa hamki, xodimlar oldiga chiqishni lozim topmadi. Shu sababli qarzdor xolislar ishtirokida suv ta'minoti tarmog'idan uzildi. Majburiy ijro byurosi davlat ijrochilari o'z faoliyatida mana bu kabi planshetlardan foydalanishni boshladi. Bu planshetlar davlat ijrochilarining vaqtini tejash bilan bir qatorda ish sifati va samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Hozir majburiy ijro harakatlari olib borilgan manzilda ham qarzdor Turdimurodovning ichimlik suvidan bo'lgan 4 million 800 ming so'm qarzdorligi evaziga 2 dona Samsung rusumli telefon apparati xatlandi va mazkur planshet orqali elektron dalolatnoma rasmiylashtirilib, shu joyning o'zida MiPortal elektron dasturiga yuklandi. Joylarda olib borilayotgan ijro harakatlariga guvoh bo'lgan qarzdor fuqarolar tomonidan ogohlantirish xatlari tarqatish jarayonida ixtiyoriy ravishda to'lovlarni amalga oshirish holatlari ham kuzatilmoqda. Bu esa hamkorlikdagi tadbirlarning nechog'li ahamiyatga ega ekanligi va aholining to'lov madaniyati yanada oshayotganligidan darak beradi.